Melike Mustam şorpuluk tamakta 10 yıllık tarixi ege. Bugünkü tayyor taamlar supsuğa alayida teklif bilen keldim. Elip kelgen tamaqım bolsa, oqşıgan alayida mondek. Emise itişni başlap ketdik. Bugünkü tayyor qılmoqchi bolgan tamaqımızga keterlik material bolsa, qo'y go'shti, kava, qunaq, chamg'u, piyaz, shilonxa, jinjingu, shoxla, palak, shavsung, no'qut, ko'kpuchaq, qunaq uni, bug'doy uni. Hamsi materialni to'g'rashni boshlab ketdik. Go'shtni yalpoqlab to'g'rab olib, anandan keyin 4 jas to'g'raymiz. Kavani 4 shakl holatda to'g'rab olamiz. Qunaqning cho'ngliqini mushu holatda to'g'rab olsak bo'ladi. Chamg'uni kavga o'xshash mushta 4 parcha to'g'rab tayyor qilib olamiz. Shoxlani mushu holatda to'g'rab olamiz. Shilonxani ma holatda to'g'rab olamiz. Jinjingoni mushu holatda to'g'rab olamiz. Palakning cho'ng kichikligini mushu holatda to'g'rab olamiz. Shavsungni mushta ushoq holatda to'g'rab olamiz. Go'shtni bo'lsa kichik holatda to'g'rab qiyma qilib olamiz. Piyozni mushu holatda to'g'rab, taxmi ushoq chiqarish uchun ma go'shtni aralashtirib chanib olamiz. To'g'rab tayyor qilib olgan qiymamizga map holatda tuz solib olamiz. Tayyor tamning xurishlaridan 60 dan muvofiq miqdorda, zirdan muvofiq miqdorda, qarmishdan muvofiq miqdorda qo'yib olamiz. Mushta holatda aralashtirib olamiz. Endi xamini yoğuşni başlaymiz. Qunaq unusini muvofiq miqdorda qo'yib olamiz. Bug'doy unusi bo'lsa, mushu qunaq unusidan 3 dan 1 qismini aralashtirib olamiz. Andin bir tal tuxumni chaqib olamiz. Buningga muvofiq miqdorda tuz solib olamiz. Muvofiq miqdorda suv quyilib, xamirimizni mushu holatda yo'g'irib olamiz. Tayyor qilib olgan xamirmizga qiymamizni to'kib, mushu holatda pishiq yo'g'irib olamiz. Yo'g'irib tayyor qilib olgan xamirimizni 5 minut atrofida tindirib olamiz. Qozonga muvofiq holatda suv quyib olamiz. Muvofiq miqdorda go'shtni silib, go'shtning sho'rpasini chiqarib olamiz. Go'shtimiz qaynab mushu holatga kelganda ko'pikini suzib olamiz. Bugungi tamaqimning aloyidaligi bo'lsa, dal mush yerda. Qunaq uni, bug'doy uni, go'shtni tang aralashtirib, yo'g'irib, kumalash holatga akilib olamiz. Kumalashning cho'ng kichikligini mushu holatda qilib olsak bo'ldi. Aloyida mondikimizning xamirini mushu kumalash holatda tayyor qilib oldik. Endi pishirishni boshlaymiz. Tovoqni ochdik. Sho'rpamiz intayin yaxshi chiqibdi. Sho'rpamizga muvofiq miqdorda tuz solib olamiz. Orqadan qunaq solib olamiz. Qunaqni solib bo'lgandan keyin 3 minut atrofida qaynatib olamiz. Endi kavani solamiz. Anandan keyin chamg'uni solamiz. Chamg'uni solib bo'lgandan keyin 5 minut atrofida qaynatib olamiz. Tayyor qilib olgan mondakni chachirab ketmaslik uchun bir-birlab birdan solamiz. Mondakni solib bo'lgandan keyin bo'sh o'tda 20 minut atrofida qaynatib olamiz. 20 minut vaqtni toshdi. Tovoqni ochdik. Tomoqning rangini chiroyli chiqarish uchun pomidorni soldim. Ko'kpuchaqni soldim. Bir kecha chilab tayyor qilib olgan no'qutni soldim. Tovoqni yopib 5 minut atrofida pishirib olamiz. Endi shilonxani solib olamiz. Andin jinjingoni muvofiq miqdorda solib olamiz. Tekşi aralashtirib olgandan keyin tovoqni yopib olamiz. Mana o'xshagan alayda mondikimiz pishib chiqdi. Ustiga azroq palak chechib usib olamiz. O'xshagan alayda mondikimiz tayyor bo'ldi. Taqsiga usib iste'mol qilsaqli bo'ldi. Mana o'xshagan alayda mondikimiz pishib chiqdi. Bu tamoqning alaydaligi bu tamoqda tam desa tam, quvvat desa quvvat, rang desa rang alayda mujassamlangan. Yashanganlarning, balalarning oldin tanlashi bo'la olaydi. Bugun oldinglarmi, haqsiz yurganlarni besib, bizga ergishishni unutib qolmanglar. Kelarki tamoqimiz texmi sarxil.